Farida butik radarga tushishdan umidim katta. Voy, sizni podpishchiklaringiz yomon ekan. Ikkita videoyimda kommentingizni ko'rdim. Bitta videoyimda sizni kommentingiz 800 tacha like yig'gan, ikkinchisida 1000 taga yaqin like yig'gan. Bu nima qilyapsiz meni profilimmi? Hozir sizga zo'r idea bermasam, podpishchilaringiz meni negativ bilan to'ldirib tashlashadi. Dodalarini aytaman, tayyorlab qo'ydim. Shularni qiling. Suvda kamida 2x ochsa kerak. Qarang, o'zi profilingiz yomon yurmayapti, aktivingiz ham zo'r va qoraqalpoqliklar sizni rosa yaxshi ko'rishar ekan. Sizga 3 ta tavsiyadan birinchisi qarang, chap tomondagi post qismingiz bo'lsa faqat rasmlar bilan to'ldirilsin. Ya'ni qanaqa kiyimlaringiz bo'lsa, o'sha kak shablon bo'lsin. Reels qismingiz bo'ladi, faqat videolar. Mana bunga o'xshagan o'sha trendiy yoki yana foydali, yana boshqa videolar Reels qismida turadi. Zo'r primer ko'rsataman bunga. Mana Jetkari profilini ko'rsangiz, publikatsiya qismida faqat mashinani rasmi turadi. Reelsga o'tadigan bo'lsa, har xil video turadi. Agar meni profilimni ko'rsangiz ham, publikatsiyada deyarli faqat shaxsiy ma'lumotlar, Reels'da bo'lsa, umumiy chiqarayotgan hamma videolarim shu yerda turadi. Siz ham shunaqa xod qiladigan bo'lsangiz, publikatsiya chastangiz kak katalog bo'ladi. Ikkinchisi va uchinchisi foydali kontentlar bo'ladi. Bu qizlarning orasida videoingiz virusli bo'lib bir-biriga tarqalishiga va odamlar aynan sizdan o'sha tovarni olib kelishiga sababchi bo'ladi va podpishchiklaringiz ko'payishiga ham juda katta yordam bo'ladi. Birinchisi bo'lsa foydali kontentlar. Ya'ni qaysi kiyimni qanaqa kiyadi, qaysi oyoq kiyim bilan qaysi kiyim to'g'ri tushadi, qanaqa choch prichoskasi bilan qaysi kiyimni qanaqa kiyish kerak, ertaga o'qishga qanaqa, uyga qanaqa, ko'chada uchrashuvga qanaqa kiyim kiyish kerak. Shu narsalarni gapirib tushuntirib beriladi. Keyingi rubrikangiz bo'lsin, hech qachon kiymang rubrikasi. Ya'ni bu oyoq kiyim bilan bu kiyimmi, bu joyga mana bunaqa ko'rinishda, dugonalar bilan hech qachon bu ko'rinishda chiqmang, aytaylik, uchrashuvga mana bunaqa ko'rinishda chiqmang degan tavsiyali videolar bo'ladi. Va xuddi shu xatolarni qilayotgan qizlar bir-biriga bu videoni jo'natib, qizlarning auditoriyasi ko'p yig'ilib ketishiga yordam beradi. G'oyalar yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yasiz va Farida butikka loyalniy podpishchilardan ham like kutib qolamiz. Shaxsiy brend qurish bo'yicha, Instagramda blog yuritish bo'yicha eng zo'r informatsiyalar meni sahifamda sizlarni kutib qolamiz.